Hammaga assalomu alaykum mollar, sizlar bilan Shohboy. Bugungi videomiz Mastercraft serverda nima desa bo'ladi, mana nimamni kadrimni ko'rib chiqamiz. Qanday desam, let's go. Edit. Baytda edit qilsa ularga. Nima qilyapman? Apple Pay. Olay. Bo'ldi. Birinchi navbatda men serverga kirib oldim va hamma bilan salomlashmoqchi edim, lekin o'xshamadi. Men kabutarman. Bunga e'tibor bering, kapitan. Nimagadir shu skinni tanlaganman. Yoqmagandi. Короче, men bu yerda o'tiribman va PvP qilishga ketdim. Bu yerda esa ko'rishingiz mumkin PvP mahoratimni, ana sakrab turib urish kerak qiladi. Va Maxim uz qiziq. Bu yerda esa Masha ikkita bo'lib qoldi. Va bu yerda trapga olishdi mana. Mana ko'rishingiz mumkin, birorta ham jonim ketmadi, lekin mana bu vaziyatda jonim ketishni boshladi. Chunki bu nezirga cheater ekan. Cheaterligini qayerdan bildim? Chunki anti-cheat ban berib kick berib yubordi. Ketida chiqib ketdi. O'zidan olsa ketida chiqib ketmaydi bu. Investgani kimligini bilardim. Va oldiroqqa borib, mana shu yerda men kutdim. Birorta olmoskalar chiqmadi, faqatgina softwarelar va nimalar chiqdi xolos. So'ng men bu yerga keldim va birorta PvP qilishga odam topa olmadim. Uzr. Shu shiftga qo'l tegib ketaveradi. Keyin bo'lsa mana bu yerda nima bo'lsam nima aylanib yurdim. Ozgina mana bu yerda guruchni sakrab o'qish bo'lgan ekan boshiga. Va mana bu yerda hozir ko'rishingiz mumkin, mana tatayim ishlab ketdi. Bir minut. Hozir mana shu joyni ko'rasizlar. Men shu yerda o'tirgan bo'laman. Mana yerda truppa уже. Buzilib qoldi. Buzilib qoldi. Mana hozir mana shu vaziyatda tatayim ishlab ketadi hozir. Qarab turinglar. Mana shu yerda ender chestda nimadir qilyapman. Balat. Vaqt oxiriga qaytib qoldi. Hozir urman. Короче, bu birinchi qismda, ikkinchi qismni ko'rish uchun albatta like va obuna bo'lib qo'yinglar.